Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi Turkiyada Ramazon dasturini e'lon qilib, mamlakatga o'zbekistonlik va ozarbayjonlik ommaviy axborot vositalari xodimlarini taklif qildi. Jurnalistlar sayohatning birinchi kuni Istanbulning eng gavjum joylaridan biri Taksim maydoni va Taksim jome masjidini tomosha qilib, shu yerga tutash mashhur Istiqlol ko'chasini borib ko'rishdi. Istanbul, Osiyo va Yevropani o'zaro bog'lab turuvchi ushbu yirik megapolis tarixi va madaniyati juda boy hamda xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Shaharning Yevropa qismi yuragi deb ta'riflanuvchi manzillardan biri esa Taksim maydoni. Shaharning zamonaviy ruhini his qilish uchun ajoyib imkoniyat. Turkiyada Ramazon dasturi doirasida o'zbekistonlik va ozarbayjonlik jurnalist va blogerlar guruhining safari aynan ushbu manzildan boshlandi. Siz bilan qiziq ma'lumotni bo'lishsak, jurnalistlarga hamroh bo'lgan gidning so'zlariga ko'ra, qadimda shu yerdan butun shaharga suv taqsimlangani bois maydon Taksim nomini olgan. Maydonda ommaviy tadbirlar, paradlar va konsertlar o'tkaziladi hamda 31-dekabr kuni mahalliy aholi yangi yilni nishonlash uchun aynan shu yerga yig'iladi. Afsonaviy piyodalar uchun Istiqlol ko'chasi shu yerga tutashgan bo'lib, unda mehmonxonalar, san'at galereyalari, ko'ngilochar maskanlar, do'konlar, restoran va teatrlar joy olgan hamda hamisha mahalliy aholi va mehmonlar uchun gavjum. Bu ko'chada 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida ishga tushgan, hozir ham harakatda bo'lgan tramvayni ko'rish, unda sayr qilish esa tashrif buyuruvchilarning eng sevgan mashg'ulotlaridan. Maydon atrofidagi e'tiborni tortadigan muhtasham inshootlardan biri Taksim masjidi. Ushbu masjid 2017-2021 yillar mobaynida bunyod etilgan. Umumiy maydoni 16,000 kvadrat metr. Ikkita minoraning balandligi 64 metrdan ziyod. Masjidning ichkarisi va tashqarisida bir vaqtning o'zida jami 4000 kishi ibodat qilishi mumkin. Yer osti turargohi esa 163 ta mashinani sig'dira oladi. Turkiyaga tashrif buyurgan jurnalist va blogerlar guruhi bu yerdagi ko'rgazmalar zali, kutubxonani ko'zdan kechirishdi. Keyingi manzil esa Galata minorasi bo'ldi. Dunyodagi eng qadimiy minoralardan biri, yerdan to tomining uchigacha bo'lgan balandligi ro'parasi 69 metr 90 santimetrni tashkil qiladi. Birinchi marta 528-yilda qurilgan va fonar minorasi sifatida ishlatilgan Galata minorasi bugungi kungacha ko'p marta vayron qilingan va ta'mirlangan. Hozirgi kunda esa tarixiy ahamiyati bilan ajralib turuvchi turistik joy bo'lib, mahalliy va xorijiy sayyohlar tomonidan tez-tez ziyorat qilinadigan obida hisoblanib kelmoqda. Istanbulning mana shunday diqqatga sazovor manzillari soni juda ko'p. Biz esa sizga ular haqida yana ma'lumot beramiz.